biz davamlıq ittifaqlıq haqqında sözləyimiz, birləşiş haqqında sözləyimiz, işlərimizni rətlab birə nəticəni qolğa keltirish haqqında sözləyimiz yox, amma bularning asası bolğan gruppləşiş, həmkarlaşıb iş gruppləşişini, iş gruppası təşkilləş. Və bunun məməliyyətdə texnik çökən vaxtımızda bunun asası olan kəmtərlik ətrafımızdakilərə yaxşı müamil qilish haqqında o'ylab baxmaymiz. Hazır g'alaba qilgan kishilarning ishlariga qarab baxsaq, bularda ish gruppasi huqumiy shakllangan ham amaliyotda ashta birliklik ular ishlarini. Ya'ni ishlar kasbiy shaklda, taxassus kasbiy shaklda taqsim qilinadi. Masalan, men o'zimning kasbini yaxshi qilaman, u o'zi bilganini yaxshi qiladi, yana bir tarafini yaxshi qiladi. Ondan keyin hamma bilan har tarafdan o'zimiz yaxshi bilgan ishlarni tajribamizga asosan puxta shaklda bitirib kelganimizda bir yerga kelib bu ulashib bir o'rtaq natija hosil bo'ladi. Endi mushularning hammasining o'rtaq bir yerga kelishlari, ishlarini mayli men boshqa kasbdagi bir odam ma'lum tarafi munosabatlik bo'lsin. Yana birisi uning yana bir tarafiga mas'ul, yana birisi yana bir tarafini bitaraf qila oladi. Muşlarning o'tirida agar kamtarlik bo'lsa, birisi-birisiga yo'g'onlik bo'lib qolsa, birisi-birisiga yo'g'onlik bo'lib qolsa, boshqalarga mutakabbirlik qilgan vaqtda bular hammasi o'zi shaxsan yo'l tutib mangadigandir. Buningda balkim ma'lum odamlar o'zining ma'lum bir sohalarda g'alaba qilishi mumkin, juz'iy g'alaba, ya'ni ma'lum tarafga, ammo ummat, millat xarakterlik g'alaba o'tirga kelmaydi. Asli islomning talabi bu, o'rtaqlashish, hamkorlashish, bir-biri bilan yepshish, bir yerga kelish. Va buning asosi bayatni deganimizda o'zaro birisi-birimizga kamtar bo'lish, birisi-birimizni ko'tarish, ya'ni. Ya'ni o'zimni boshqalarning oldida to'an o'rinda turish, to'an o'rinda qo'yish, boshqalarni o'zimdan cho'ng o'rinda qo'yish. Bu islomning asli talabi. Buni bilan ondan keyin o'rtaqlik, hamkorlashish, ishlarni tur bo'yicha ayirib kasb bo'yicha taraqqiy qildirib bir yerga kelganda o'rtaq bog'lay oladigan, birlashtiradigan bir holatni shakllantirish asli islomning talabi. Bu jihatda boshqalar islomdan xabarsiz kishilar munoq aytgan vaqtda bugungi kunda, ya'ni islom dunyosining g'ayri kishilari bu jihatda g'alaba qildi. Bular bu nuqtani tushunib yetib oldi. Ammo afsus, biz islom ahli bo'lish sifatimiz bilan, islomning talabi bo'lish sifatimiz bilan biz buni qilamidik. Biz boshqa darslarimizda kelyapmiz. Hamkorlik bir fazilat. Hamkorlik Alloh qo'ygan bir ibodat amaliyotda. Hamkorlik degan bir madaniyat, kelgusiga qoldira oladigan, hamkorlik degan kuch-quvvat. Ammo mushlarning hammasining asosi kamtarlik. Va bu kamtarlikning asosi Allah subhanahu wa ta'alaning sening qalbingga rahmetini qana qilishi, to'ldirishi. Bu orqali masalan boshqalarga muloyim bo'lalaysa, o'zingni to'n tuta olaysa, boshqalarni o'zingdan yuqori o'rinda hurmatli olaysa, mana buni bilan ondan keyin atrofingdagilar sana o'lishadigan, sening atrofingga keladigan o'rtaq mangadigan bir holat shakllanadi. Aksi taqdirda atrofingdagilar sendan qochadi. Chunki muloyim bo'lmagan vaqtda, kamtar bo'lmagan vaqtda, hamkorlashmagan vaqtda noto'g'ri raqobat shakllanadi. Hammasi o'zining kumichiga cho'g' tortadi deydigan bir gap bor. Ya'ni o'zini asos qilib turib raqobat paydo bo'ladi. To'g'ri shakldagi raqobat emas. Ya'ni islomning xizmatini, millatning xizmatini qilib olaman, men ko'p qilaman degan shakldagi raqobat emas. Ya'ni men deydigan bir raqobat o'tirg'i chiqadi. Hammasi o'zini yo'g'unutish yoki o'zini oldingi o'rniga qo'yish asosida bir maydon musobaqa paydo bo'ladi. Shuning bilan hamkorlik tugaydi bu yerda. Parchalanish yuz beradi. Masalalar parcha shaklda mengiladi. Buningda g'albining bo'lmaydiganligi, utuqning bo'lmaydiganligi 100% muayyan.